Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan qanday qilib $30 depozitsiz bonus olishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun Telegram kanalimizga kirib olamiz va qadalgan xabarni ustiga bosamiz. Bu yerda ko'k yozuvdagi bonus olish yozuvi ustiga bosamiz va bizni broker rasmiy sahifasiga olib o'tadi. Savdoni boshlash tugmasini ustiga bosasiz va keyingi ochilgan sahifada birinchisiga davlatingiz, ya'ni O'zbekiston, ikkinchisiga elektron pochta, uchinchisiga parol yozibsiz. Keyin bu yerga galichka qo'yasiz va ro'yxatdan o'tish tugmasi ustiga bosasiz. Va elektron pochta manziliga tasdiqlash xabari yuboriladi. Elektron pochtaga o'tib olamiz, kelgan xabarga kiramiz va e-pochtani tasdiqlash tugmasi ustiga bosamiz. Bu yerda hozir tasdiqlash tugmasi ustiga bosasiz. Keyingi sahifada pasportda qanday yozilgan bo'lsa shu holatda katta harflar bilan ism, familiya, tug'ilgan yil, oy, kunni va telefon raqamni yozasiz. Telefon raqam hozirda ishlayotgan bo'lishi kerak. Keyin davom etish tugmasini ustiga bosasiz. Bu sahifada yashash mamlakatiga O'zbekiston, manzilga o'z tumaningiz, shaharga shahringiz yoki viloyatingiz, ko'cha raqamiga uy raqamingiz, pochta indeksiga o'z tumaningiz pochta indeksini kiritasiz va moliyaviy tafsilotlarni kiritish tugmasini bosasiz. Keyingi sahifada xani belgilaysiz va davom etish tugmasini bosasiz. Bu yerda verifikatsiyani boshlash tugmasini bosasiz, Continue'ni bosasiz, davom etishni bosasiz. Keyingi sahifada birinchisiga O'zbekiston, keyin ID-Card yoki pasportni tanlaysiz, Next tugmasini bosasiz. Keyin hujjatlarni old va orqa tomonini yuklaysiz va Continue tugmasini bosasiz. Bu sahifada yuzingizni selfie qilishni so'raydi va old kamerani yoqqan holda kameraga qaraysiz va chapga, o'ngga, tepaga, pastga qarashni so'raydi. Shundan so'ng siz pasport ma'lumotlaringizni tasdiqlab bo'lgan bo'lasiz. So'ngra bu yerga My Go uzdan olingan doimiy yashash joyi haqidagi hujjatingizni yuklaysiz va hujjatingizni yuklang tugmasini bosasiz. Bu yerda bonusingizni hoziroq oling tugmasi ustiga bosasiz va keyingi sahifada kod yuborish tugmasi ustiga bosasiz va telefon raqamingizga kelgan kodni kiritasiz. So'ngra asosiy sahifaga o'tib olasiz va hisob tafsilotlariga kirib, ma'lumotlarni nusxalab MetaTrader 5 platformasiga ulab olasiz va bemalol savdo qilishingiz mumkin. Bizning rasmiy ijtimoiy tarmoqlarimizga obuna bo'lib qo'ying.